Sholi, bug'doy, supurgi hammasini mana shunaqa o'roqda o'rladi. Buni narxi ana do'stlar, bu yerda guruch elayotganlar ham bor. 3 kishi bu yerda guruch elayapti. Afg'onistonda qo'l mehnati, O'zbekistonda boshqacha ekan. Sholidan qorovul yasab qo'ygan. Masalan, sholi zo'r bo'lsa yo bug'doy zo'r bo'lsa, ekinning o'rtasida mana shunaqa yasab qo'yishadi. Ko'z tegmasligi uchun. Mana do'stlar, Pokiston guruchi bu. Ya'ni ho'l o'tin yoqish kerak ekan. Masalan, tez olov tez bo'lmasligi kerak ekan. Masalan, bir me'yorda sustlik bilan yoqib turish kerak ekan. Mana bu. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz Yari TV'ni ko'radigan muxlislar, xush kelibsiz. Mana bizni Yari TV kanalimizga. Mana kunlardan ham bugun haftaning ilk kuni, shanba kuni, 27-sentyabr 2025-yil Afg'onistonda sholi ishlarini ko'rsatamiz. O'zbekistonda boshqacha ekan, bizda boshqacha. Bizda hammasi qo'l bilan bo'ladi mehnati. Mana bu yerda sholi o'rayotganlar bor. Ya'ni donini ajratib olish jarayoni. Hali bular urilmabdi. Mana yarmi urilgan, yarmi urilmagan. Mana boramiz ishchilarning oldiga. Do'stlar, videomiz yoqsa kanalga obuna bo'lishni va like-ni unutmanglar. Mana bu yerda sholi o'rayotganlar bor. Mana do'stlar, sholi o'rayotganlar. Mana bu esa sholidan qorovul yasab qo'ygan. Masalan, sholi zo'r bo'lsa yo bug'doy zo'r bo'lsa, ekinning o'rtasida mana shunaqa yasab qo'yishadi. Ko'z tegmasligi uchun. Mana bular esa sholi o'rayotganlar. Harmanglar-o. Dayomi teklama. Mana do'stlar. Harma Mahmud. Dayomi teklama. Mana do'stlar, sholini. Mana shu shaklda sholini, donini ajratib oladi. Mana bu doni tushgan joyi. Üç kişi kun davomida mana shu shaklda donni urib turish kerak. Bir kishi esa bularni olib kelib beradi. Bular esa mana shu donini mana shu shaklda qochiradilar. Buni qalbiram etmalmi hali? Mana do'stlar, buni elasham kerak ekan, qalbir qilib. Jonli efirda ko'rsatgan edik. Buni ventilatorning oldiga qo'yib, elab, xashagini chiqarib, undan keyin bundan so'ng suv tashlamalar. Suv nima uchun tashlaniya bu? Mular yandana. Ana suvga masalan qancha kun qo'yma suvda? Eng bari 4 kun, oxiri 7 kun. Mana shu 4 kun, 5 kun, oxiri 7 kungacha suv ichida qo'yish kerak ekan. Mana shu hidi chiqish uchun mana shu sholini, mana cho'p xashak deydimi? Postlog'i ajralib chiqar ekan sholidan, bir guruchda. Shu 7 kuncha suvda qo'yish kerak ekan. Suvdan qo'ygan so'ng chiqarib qo'yvermaldimi? Suvdan chiqarib qo'yvermaldimi. Undan keyin qovurish kerak ekan. Qovurandan so'ng ham shetga buni yana sermalmi ya? Masalan, bir kun, 2 kun, necha kun qo'ymalar? Qovurib bo'lgandan so'ng bir kun shu budlarga ham qatincha nimadan o'ylab olib mana do'stlar, shu qovurish jarayonida masalan 2-3 kun quyoshda qo'yish kerak ekan. Oyoq bilan qo'zg'ab yo bel bilan qo'zg'ab turish kerak ekan guruch qotgunicha. Qolsa keyin yig'ishtirib olish kerak ekan. Mana bu Afg'onistonda qo'l mehnati, O'zbekistonda boshqacha ekan. O'zbekistonda ya'ni buni suvga tashlamay shu quyoshga qo'yar ekan. Undan keyin tegirmonga berishar ekan. Bizda esa 7 kuncha suvga tashlanadi. Mana bu g'albir qilinib suvga tashlanadi. Undan keyin qovurish kerak, undan keyin quyoshga qo'yish kerak. Undan keyin tegirmon qilishadi. Mana shu shaklda sholini ishi, supurgi kabi ishi juda ham ko'p ekan buni. Ancha yer. Bular ham sizlardanmi? Mana bu yerda o'rilmagan shollar ham bor ekan hali. Bular hamma ya el degan yomg'irlar. Mana do'stlar, ancha yer. Masalan,
8-9 ming metr yer keladi. Bizda bir jurup yer 2000 metr. Mana bu yerda bir nima ham qo'yishgan. Bu ham shu ko'z tegmaslik uchun qo'yganlar. Ekin yaxshi bo'lsa, hosil zo'r bo'lsa, shunaqa nimalardan qo'yishadi. Mana do'stlar, shola. Guruch bu. Men o'zim ham kunjut ishlayotgan edim, kunjut qoqayotgan edim. Shu yerda ishlayotganlar bor ekan, bir video qilaylik deb keldik mana shu yerga. Mana bu sholini hali pishmagan navi, mana bu esa bu o'rishga tayyor. Mana do'stlar, bu alohida, bu hali pishmagan Pokiston guruchi ekan, Pokiston. Ya'ni Pokiston guruchining navi. Mana bu esa Afg'onistonning o'z ichida ekilib yetishtiriladigan guruch, ya'ni vataniy deydi bizda. Vatan guruch, ya'ni vataniy birinchi deymiz. Bu esa mana Pokistonning guruchining navi ekan. Bu uzun bo'ladi, Pokiston guruchining navi. Mana. Bu Pokistonning guruchining navi. Mana u tomonlarda ham guruch ekilgan. Mana u tomonlarda ham bor guruch o'rayotganlar bor ekan. Ularni ham oldiga boramiz. Do'stlar, videoga like bosish, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana asr vaqti ham bo'lib kelyapti. Mana do'stlar, bu ham birinchi, ya'ni guruch o'radigan joy. Mana 5 kishimi 6 kishimi bu yerda guruch o'ryapti. Mana bu o'rilgan holatlari bu do'stlar. Mana shu shaklda guruch ishi juda ham qiyin. Mana to shu o'rilish jarayoni hammasini batafsil qilib ko'rsatamiz inshaalloh. Sizlardan istaymiz faqat bitta like bosib qo'yasizlar. Mana hozir soat qancha desam, soat 17:17 asr vaqti bo'lyapti. Mana kechga yaqin juda ham salqin bo'ladi havo, o'shanda ishlashga oson bo'ladi. Mana ular 5 kishi guruch o'ryaptilar. Harmanlar-o. Dayommi, teklimi? Mana do'stlar, bizda esa shu o'roq deydi, guruchni ham choli, bug'doy, sipirga hammasini mana shunaqa o'roqda o'rladi. Buni narxi 220 afg'oniy, ya'ni 40 ming so'm atrofida sotiladi. Bu bug'doy o'roqda ko'p ketiriladi. Mana hozir shunda o'rishyapti. Mana bu tomonda sholi donni ajratib olayotganlar ham bor. Mana bu tomonda, mana ular esa sholi o'rayotgan aka-ukalar do'stlar. Hozir qishloqda sholi juda ham moda bo'lgan. Sipirga o'rniga ekishyapti. Sipirga narxi ham juda ham pastlab ketgan. Mana bu esa Pokistondan bular? Ya Pokistonda. Mana bu Afg'onistonning o'z guruchi, ya'ni Afg'onistonda yetishtiriladigan guruch do'stlar. Pokiston guruchi ham bor ekan, bu yerda ozgina yer ekilgan ekan. Pokiston guruchi juda ham uzun bo'ladi. Surxasiyla deydi, surxasiyla deydi. Surxasiyla? Buni ada? Shun so'raylar, nahil birinch. Mana do'stlar, buni nomi surxasiyla, fors tilida shunaqa nomi bor ekan. Mana bidanelar ham uchib ketdi, aylayla o'yag'onda. Mana do'stlar, bu yerda guruch elayotganlar ham bor. 3 kishi bu yerda guruch elayapti. Mana 5 kishi esa bu yerda guruch o'ryaptilar, ya'ni o'rish jarayoni. Mana biz qovurish jarayonini ko'rsatdik. Mana 3 kishi bu yerda guruch elayaptilar. Mana do'stlarimiz ko'p so'rashadi. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin bitta like bosib qo'yamiz. Buni nimaga suvga eritishadi, nima uchun qovurishadi deb. Buni bu urug'i farq qilar ekan. Masalan, O'zbekistonda oq luk birinchi u qovurilmas ekan, yo quyoshga serilib keyin tegirmonga berilar ekan. Bu yerda ham bor ekan o'sha luk degan guruchdan. Bak. Ertidama o'raysanlarmi? Hava. 5 nafar qancha yerni o'rar bir kunda? 5 nafar shunda marin orduga da öyle. 3 nafar. Mashqlar endi bular amadan bir ishlab kelakandilar. 4 jurik o'rarmi? Yo'q. 3 jurik o'rarmi? Qiyinmi o'roq? Mana do'stlar, o'roq o'rish juda ham bug'doydan bu qiyin deyishyapti. Nimaga desa bu nam, ho'l bu. O'roq uncha kesmaydi, o'shaning uchun qiyin deyishyapti. 5 kishi bir kunda
2,5 ming metr, qariyb 3 ming metrni o'rishi mumkin ekan 5 kishi. Bug'doydan bu qiyinroq ekan. Nimaga desa, buni foyasi ho'l. O'shaning uchun bug'doy esa quruq bo'ladi, tez o'rsa ham bo'ladi. Bu hozirgina ishi qiyinroq ekan guruchni. Buni suvga tashlash kerak, birinchi navbatda o'rish kerak. O'rgandan keyin buni urug'ini ajratib olish kerak. Undan keyin buni qovurish kerak, suvga qo'yish kerak. Masalan, 7 kun yo 6 kun davomida suvga qo'yish kerak ekan. Har kunda 2 marta suvni almashtirib turish kerak ekan. Masalan, aynib ketmasligi uchun, guruch hidlanmasligi uchun 2 kunda bir kunda 2 marta suvni almashtirish kerak ekan. Keyin buni suvdan chiqarib olib qovurishadi. Qovurgandan keyin yana 2 kun yo 3 kun quyoshga qo'yishar ekan, undan keyin tegirmonga berishadi. Ana undan keyin bozorga chiqadi u sotuvga. Masalan, 70 kilosi hozir buni $50. $50dan sotishyapti 70 kilo guruch. Bizda 5 ser deymiz, $50 bir qopi sotilyapti hozir do'konlarda, shaharlarda shu narxdan. Bu yerda Pokiston guruchi bor ekan. Pokiston guruchini hosili bunga qaraganda 1,5 ko'p ekan hosili. Ya'ni masalan bu 2000 metrdan 20-25 qop chiqsa, Pokiston guruchi esa shu 30-35 qop chiqar ekan. 1,5 bundan ko'payar ekan Pokiston guruchi. Bilasizlar, uzun bo'ladi, suv ko'taradi Pokiston guruchi. Mana bu Pokiston guruchi bo'ladi. Hali o'rilmagan, bular esa boshqacha, bu boshqacha. Mana do'stlar, Pokiston guruchi bu. Pokiston guruchining navi. Buni hosili ko'proq ekan. Ya'ni bu bir guruchi uzun bo'ladi. O'shaning uchun hosili ko'p bo'lsa kerak. Mana bu ham do'stlar Afg'onistondagi sholi ishlari. Mana shu shaklda ishlanadi. Bizda esa do'stlarimiz ko'p so'rashadi joli efirlarda. Sizlar o'zlaringizni qiynayapsiz, qovuryapsiz, suvga ezasizlar, lekin buni suvga ezmasa, qovurmasa bo'lmas ekan. Bu urug'i farq qilar ekan. Ya'ni O'zbekistonga qaraganda Afg'onistonning guruchi urug'i farq qilar ekan. O'sha luk degan guruchdan bu yerda ham bor ekan Afg'onistonda. Mana do'stlar, bu ham shol ishlari. Do'stlar, bu sholi qovurish jarayoni. Mana bu esa hali suvga ezilmagan sholi. Mana bu yerda esa qovuryapti. Ya'ni nimaga qovuriladi degan sabab. Mana do'stlar. O'zbekistonning sholisi oq luk birinchi guruch bo'ladi. U qovurilmas ekan. Bizda esa bu boshqacha guruch, bu qovuriladi. Qovurish jarayonini. Bir kishi almashib, 2 kishi, 3 kishi almashib, har bir 2 soatdan almashib qovurib turadi-da bu. Mana bu shol ekilgan yer, o'rilgan yeri. Mana bu yerda qovurish, mana bu qovurilgani, mana bu esa hali suvga ezilmagan holati do'stlar, mana bu. Like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Mana bu esa ezilmagan holati. Mana bu sholi hali ezilmagan, qovurilmagan. Mana bu yerda esa qovurish jarayoni davom etyapti. Mana do'stlar, bu o'choqqa, ya'ni ho'l o'tini yoqish kerak ekan. Masalan, tez olov tez bo'lmasligi kerak ekan. Masalan, bir me'yorda sustlik bilan yoqib turish kerak ekan. Mana bu o'choq. Bu guruch nimasi qovurilmasa bo'lmaydi. O'zbekistonning esa qovurilmas ekan. Faqat quritilib, quyoshga qo'yilib, tegirmon qilishar ekan. Bizda esa buni qovurmasa bo'lmas ekan. Buni urug'i farq qilar ekan. Mana bu suvdan olib chiqqan nimasi. Suvga ezilgan holati do'stlar, 7 kun, 6 kun ezilib qo'yilib, keyin qovuriladi. Undan keyin qovurilgandan keyin tegirmonga berishadi. Tegirmonga bergandan keyin yana quyoshga serib, to guruch qotgunicha quyoshda turar ekan.